O'zi yaqindagina yangi mahsulotlarimiz haqida ma'lumot bergandik. O'rtoqlar, endilikda navbatdagi yangi mahsulotlarimiz Yevropadan Klimadenz omborxonasiga keldi. Qisqa vaqt ichida ko'plab mijozlarimiz tomonidan eng talabgor mahsulotlarimizdan biriga aylangan Italiyaning Cimbero brendi ostida ishlab chiqarilgan yopuvchi va ochuvchi kranlarimiz, balanslovchi kranlarimiz, termometrli kranlarimiz va ko'pchilik tomonidan katta qiziqishlarga sababchi bo'layotgan bir vaqtning o'zida juda ham ko'plab funksiyalarni bajara oluvchi, asosdan oldin va keyin qo'yiladigan avariyli kranlarimiz va Cimbero brendi ostida ishlab chiqarilgan boshqa turdagi ko'plab mahsulotlarimiz keng tanlov va katta partiyada sotuvga keldi. Ko'p yillik hamkorimiz Italiyaning Ivar kompaniyasidan esa keng tanlovdagi press fittinglarimiz keldi. Turkiyadan esa anchadan beri kutilayotgan Ashchilik brendi ostida ishlab chiqarilgan metal xomutlarimizning barcha o'lchamlari katta partiyada keldi. Premium sifatdagi kengayuvchi baklardan yana qoldimi deb so'rayotganlar uchun o'rtoqlar, Italiyadan Imera kengayuvchi baklarini yangi partiyasi keng tanlovda sotuvga keldi. Sifati yuqori bo'lsin-u, lekin narxi hamyonboproq variantlar bormi deb so'rayotganlar uchun o'rtoqlar, Turkiyadan quruq va kengayuvchi baklarimizning barcha o'lchamlari keng tanlovda yana sotuvga keldi. Ushbu mahsulotlarimizning barchasining narxlarini menejerlarimizga murojaat qilib, to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yoki izohda o'zingizlarni qiziqtirgan mahsulotlarni yozib qoldirsanglar, biz o'zimiz sizlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot beramiz. Videoni esa shu mahsulotlarni joyi qayerda ekan, qayerdan olsam bo'lar ekan deb qidirib yurgan tanishlarga ulashib qo'yinglar.